Assalomu alaykum, hurmatli qatnashchilar. Mana sizlarga yangilik. O'zim ichib, natijamni o'zim aytib bermoqchiman. Yoshlik eleksiri bo'lgan harakat tayanch haqida informatsiya bermoqchiman. Mana shu biolog shunaqangi organizmga, sustavlarga, qon aylanishiga shunchalik yaxshi ekanki, tayanch sistemamizga osteoxondroz, osteoporoz, grija disklariga. Menda shunaqa situatsiya bo'lgandiki, birinchi farzandimga tug'ish jarayonida periduralka olganman. Periduralka olgan jarayonimda shunaqangi 9 tadan 10 tadan lidokain qilingan. Uyga tushib, lidokain rassasiyatsiya qilgungacha ancha yillar o'tdi, 10 yil o'tdi. Lekin mana shu biolog bilan kollagen ichib, живая вода mayn ichib, men o'zimdan shunaqa zo'r rezultat ko'rdim. O'tirsam turolmasdim, tursam o'tira olmasdim, yotsam turib yurib ketishga rosa ham qiynalar edim. Shu biologdan kollagen ichganimdan keyin nihoyatda ham o'zimda harakatlarim cheksiz, chegarasiz oldingidagi harakatda bo'ldim. Shuning uchun hammalaringizga tavsiya qilaman. Biolog juda ham eksklyuzivniy, nanoklasterli texnologiyada hujayra ozuqasi ekan. Tayanch sistemasiga juda ham yaxshi ekan. Protruziya, grija diska, osteoporoz, osteoxondrozlarda bemalol ichib восстановление qilib olishinglar mumkin. Chem больница yurib, doktor yurib, nefrolog huzurida bo'lgandan ko'ra, mana shu biologni ichib, o'zingizda natija olinglar.